Hammaga salom, sizlar bilan Yusufbek va bugun biza Husanov formasidamiz ko'rib turganingizdek. Va biza hozir pliz donatda har xil odamlarga donat qilamiz. Oddiy donat qilmaymiz, ya'ni savol-javob qilamiz va o'sha savol-javobda agar to'g'ri javob bersa, biz ularga donat qilamiz bemalol. A также kommentariyada o'zinglar nikinglarni yozib ketinglar. Men ham bamba offline donat bor, mana podarkadan sizlarga donat qilaman. Men username-inglarni qo'yaman-da, sizlarga donat qilaman. Biz esa hozir mana bitta serverdagi odamlarga donat qilamiz. Tak, kelinglar ko'ramiz kimda kamroq donat ekan. Tak, bizlar bamdan so'raymiz. Tak, rusmi bu, o'zbekmi? Hay. Haydi yozdik. Javob qaytaradim. Javob qaytarsin, donat qilaman. O, qaranglar, Alloh. Oh. Share. I use it. Tak, yozdim. Qaysi futbolchi formasidaman deb yozdim. Endi oddiy savol. Boshida oddiy savollardan foydalanamiz. Real Madrid formasida ekan, aha. Yozsa zo'r bo'ladi. Madrid yozadi. Manchester City. Kimniki? Manchester City'ning bilaman. Kimning formasi? Tak, Husanovni yozamiz. Tak, sen Husanov bilasanmi dedim. Tak, hozir yozsin. ZKB. He's from tug'ilgan agar O'zbekiston desa bo'ldi, donat qilamiz. Gapsiz, prochi donat qilamiz. Yozsa hozir. Qanaqa odamlar kirdi? I don't know. No, okay, mayli, 5 Robux donat qilamiz. Oxirigacha javob bera olmadi. 5 Robux donat qilamiz. Mana donat qildik. Donat qildik, mana ketdi. Mayli, sakradi, mayli, bo'pti va biza keyingi odamlarga qo'shilamiz. Tak, bular AFK to'xtab turibdi. Men javob bermasam kerak, mayli. Kelinglar, qanaqadir aktivniy odamlarga donat qilaman. Thanks. Okay. Tak. Chatda yozamiz. I donate for ask my mana savolimga javob bergan odamga donat qilaman deyapman. Okey, kelinglar, men futbol biladi deb o'ylayman. Anaqasini ko'rsatsa. Hatta sani joyingda man qanani? Cristianoga. Ketdi, orqasidan ketdi orqasidan. Uzoqdami? Voy bu, qayerga ketib qoldi ana?
aytguncha borib o'tiraman. Qayerda voy bele. Mashtam. Atigi 45 Robux ekan. Okey. Hm, hm, ay, ay, hm. Manda savol bor deyapman. Ay, sheer have hm, hm. Tak, qaysi anaqadaman, futbolkadaman deyapman. Agar javob bersa donat qilamiz. Gap yo'q. Agar javob bersa donat qilamiz-da. Javob bersin. Tak, javob qaytarmayapti что-то. Kujinov написал. No, unchisi to'g'ri ham emas. Manchester City ham demadi. Ana saniki. Mana antigacha boramiz endi yuguramiz. Qayerda endi uniki? Qani? Qayerda bunisi endi? Please 10 Robux qayerda? Ha, bo'ldi. 3 Robux, 55 Robuxdan. No, нормально. You speak Rus or in or ha. Qaysi tilda gaplashasan deyapman. Hozir javob bersan. 10 Robux deyapti, mayli 10 Robux donat qilamiz bemalol. Agar 50 Robux deganda ham donat qilaverardim. Bemalol. Okey. Ruskan. Ol olga ya shaxs. Qaysi futbolkadaman deyapman, qaysi formadaman. Agar hozir javob qaytarsa ruschada, men unga donat qilaman bemalol. 10 Robux degdi, 10 Robux donat qilaveraman. В каком футболке я сейчас? Tak, men qaysi formadaman deyapman. Javob qaytarsa zo'r bo'lar. Hmm. Donatsiz ko'rinib turibdi. Mana faqatgina ustiga olgan, sotib olgan narsa bo'ldi 55 Robuxga. Agar balkim 10 Robux yetmayotgandir, balkim yuziga nimadir. Это да. Ты знаешь, ну-ка, века, уса, м. Tak, yozaylik. Tak, san o'zbek futbolchisi ha dedi. Sen он играет. Hatto u o'ynaydi dedim. Ya sam o'zbek, o'zbek brat bilan tushib qolamiz ey. Ya sam o'zbek o'zi o'zbek. No, mayli, ruschada gaplashsang o'zbek bo'ladi. Manchester. Okey, 10 Robux donat qilamiz, mayli. Bo'ladi, normal. Bo'ldi.
Qildik. U Robux ketdi. Donat qildik. Manimcha нормально bo'ladi. Qurbanov debdi. Пожалуйста. Так, keyingisiga ketdik va keyingi odam bormi bu yoqda? Donat qilishga tak. Bir tal odam yuguribdi. Please do. Okay. Ok, tosh. Ok. Ah, ok. Ask my. Tak, donat qil bro deyapti. Mani savolimga javob bersang, men donat qilaman deyapti. Okay deyapti. No, ketdik. Qayerda? Qayerda donat? Sen. Mayli, birinchi manimcha savolimizga javob bergisi kelyapti. Why should I have right? Tak, tak, Minecraft basharadan so'ramiz. Bu Minecraft piyesani bilmaganlar uchun hozir donat qilamiz agar savolimga javob bersa. Manchester City. Who? What player? Oh, this. Savol beramiz. He from qattiq tug'ilgan deyapmiz. Agar shunga javob bersa bo'ldi. Husanovligini topdi. Yozib qo'ygan, любой biladi. Qattiq tug'ilganini ko'p O'zbekiston. Okay. Where O'zbekiston deb yozdi. Versden.com deyapti. K deyapti. Donat qilamiz. Qayerda ekan bu? 319 ta Robux donat qilishgan ekan. Oylik. Давайте bunga to'liq javob berdi. 2 marta javob berdi. Так что 10 Robux donat qilamiz. Donat qildik. Bo'ldi. 10 yoki 5 dedi. Bo'ldi, 10 ta donat qildik. Rahmat deyapti. Mayli, endi Husanov topganlarga qattiq tug'ilgan topganlar, конечно, donat qilamiz. Chunki O'zbekistonni biz yanada tanitamiz. Husanov tanitgandek. Ну, u друзья, o'zi qabul qilolmayman-u. Так, keyingisi. Bular AFK hammasi yana qotib turadi. Yana bitta odam qoldi. Bitta odamga donat qilsa bo'ldi. Eng katta donat bo'ladi deb o'ylayman. Tak, kim bor? Yuradiganlarga, bekorga yurganlarga. Tak, ani orqamdan yurib kelyaptimi? Yo'q, Robux bo'ldi. Donat qilib bo'lmaymiz. Yetadi shu. Odamlar bormi? Oqibat, lekin mani savolimga javob bersang, men senga donat qilaman. Robux please deyapti. No, mayli. Bemalol donat qilaveraman. Savolimga javob ber. Ok. Tak, mani savolimga javob bersang, donat qilaman. Можно Robux. Ну, давай. Savolimga javob ber. Qaysi futbolkadaman? Birinchi savol. Javob o'tamiz. Tak. Manchester. Okey.
Ikkinchi savol. Manchesterligini topdi. Hop, kimniki? Topsa zo'r bo'lar. Так, или City. Ну, mayli, futbol uncha bilmasa kerak. Ну, давайте bundoq savol beramiz. Ты знаешь, Tak, savol berdim. Husanov bilasanmi? Qattiq tug'ilgan. Oxirgi savol, shunga javob bersa bo'ldi. Oqinadi tog'. Я знаю. Men bilaman deyapti. Tak, unday. O'zbekistonning. Ну, okey. Bemalol. Покажи. Tak. Ketdi. 10 Robux. Okey. Va 40 bosib ketdim. Ну, sotib bo'lmayapti 10 Robux'i. Давайте 5 Robux jo'natib qo'yamiz, bo'ldi. 5 Robux jo'natdik. Jo'natdik, bo'ldi. No, bo'pti. Tak. Ko'rganinglardek hamma Husanovni biladigan ruslar, inglizlar keyingi videolarda men bir-ikkita, короче, o'rtoqlarim emas, endi bir-ikkita streamerga kiraman va ularga donat qilaman. Ya'ni ular Husanovni biladimi? Va yana Husanovga yaqinroq bo'lgan savollarni beraman. Chunki Ispaniyadan bo'lgan streamerlarga unaqa streamerlar ko'p. Men ularni ko'pini topganman YouTube'da. Tak что men переводчикdan ular bilan gaplashib, ularga donat qilaman agar ular Husanov haqida narsa bilsa. Agar bu unaqa rolik xohlasanglar, men chiqaraman unaqa rolikka. Sizlar bu video rolik ostida 30 ta like yig'ishinglar kerak. 30 ta like yoki 25 ta. Yoki 45 ta. Eng ideali 45 ta, как раз Husanov raqami va 45 ta like yig'asizlar bu video sразу chiqadi. Unaqa video. Mayli, скупаю. Mayli, hammaga rahmat.